chiqyapti mana. Mana ko'rasizlar mana shu. Onni to'kiy yurishlar. Mashinasini olib qoldi. Bu mashina powerotlar yonmayapti, yaxshi ishlamayapti. Gilazolani qilib beramiz. Mana motorniyatsaklarni hammasini zavod holatida qilib beramiz. Ko'rishinglar mumkin. Mana shunaqa holatda mashinani qabul qilamiz. Bu mashinamizda patfanli zamekat qilyapti. Bularni ko'ramiz. Salonlarni ochamiz hozir. Orqa faralarni yonadigan qilib beramiz. Ponni bu mashinamizni full paketda ishlatib beramiz, elektr oborotlarni. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz holatini. Mana shu holatini ko'rib olinglar, bitgan holatlarni ham qo'yib boramiz. Motorniyatsiya ko'rsanglar, mana shu holatini, bitgan holatlarni ham qo'yib boramiz. Gilazo powerotnilargacha ishlaydiganlar qo'y, mana yangi fara mana. Lampochkalari bilan qo'yib ishlatyapmiz. Ishlab bo'lyapti. Yangi saqlaymiz. Faralar ham ishlab bo'lyapti. Bu tarafdan to'g'rilab, mana akkuratni qilib, yog'imizdan ham degan simlar yaxshi emas, zamekanli bo'lganligini ularni to'g'rilaymiz. Simlarni ochib, mana ochuv-sochuv simlar ham ko'p, mana orasidan bir-biriga tegib yotibdi. Mana holatdan ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda qabul qilingan mashina. Mana simlar qilinmoqda, mana ponni xudo xolisi ideal holatda chiqyapti mashina. Mana avariya kulchatringizni bu yerda noto'g'rilangan. Kelgan powerot qachonki kalitni yoqsa ishlash kerak. Sizlarda xohlagan payt powerot ishlayapti. Bu to'k yeb yotibdi, mashina bekorga emas, mana. Simlar ochilyapti. Mana mantlarda ham ochuv simlar bor, mana yaqinroq ko'rsataman, mana bu yerda bor mana. Mana ochuv simlar mana. Mana ochuv sim mana, ko'ryapsiz mana. Shuncha yetdimda ponni qilaylik. Ochganda ma'lum bo'ladi. Orqa polinglar mana buni yerdaga yechamiz mana. Polni tegdi ham o'p pastda ko'rsataman, hozir mana buni tegdi osilyapti simlar mana. Ko'ryaptimi mana? Mana. Ko'ryaptimi mana? Hammasini ochamiz. Ponni qilmasak bo'lmaydi, aka. Hech kerak mana. Mana hozir mana zamekanni topamiz mana. Buni bekorga zamekat qilmayapti mana. Mana ko'rasizlar mana shu. Onni to'kib yurishlari, zamekat qilishlari, patfanni zamekat qilyapti. Hozir ko'ramiz buni. Mana zamekanni yo'qoldi mana, chirsillashi yo'q. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu mashina ponni mo'yka qilib beramiz. Usti bilan motorini yuvib beramiz, tekinga yuvib beramiz. To'g'ri eshityapsizlar. Faqat buni sharti bizda ponni full variantda remont qildirsanglar, tekinga motoringlar bilan ustini yuvib beramiz. Bu videoni shunaqa retrosi bor akalarga jo'natib tayyor bo'ldi. Bu mashina signalizatsiya ustunovka qilib berdik. Elektr oborotlarni to'g'rilab berdik. Mana motorniyatsaklarni ko'rsatib o'tamiz mana. Ketgan narsalarni qo'yib, o'zini zavod holatida olib qoldik mashinamizni. Mana ko'rishinglar mumkin mana. Faralarni usulini qilib, ponni full variantda ishlatib berdik. Kelgan holat bilan hozirgi holatini ko'rishinglar mumkin. Bu mashina suv bacholagicha ustunovka qilib berdik. Bu mashinamizga mana signalizatsiya ustunovka qilib berdik. Mana salonlarni ko'rishinglar mumkin. Bu mashinaga mana avariyalargacha ustunovka qilib berdik. Mana kalitni yoqamiz, akkumulyator svetlarigacha ishlayapti. Mana danli faralargacha yonyapti. Tarpetkalarni ochib, hammasini mana rollarini signal chaladigan qilib berdik. Mana dvornilar ishlayapti, mana suv sepaganlargacha, mana cho'tkalar, hamma narsasi ishlayapti mashinamizdan. Hamma shuni otsanglar, mana salon asfishinalar yonadigan bo'lyapti. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Mashinani ko'rishinglar mumkin. Orqa faralarni ko'rsatib o'tamiz. Tormoz, patfanilar yonyapti mana. Zadniy faralargacha yonadigan qilib berdik. Eshiklar joy har doim mana nomer asfishinalargacha yonyapti. Uncha mashinada nomer asfishina, zadniy faralar yonmaydi. Diskalariga nima deysiz buni? Vaqti ideal holatda turibdi mashinamiz. Faqat okamız ishlatishadi bu mashinani. Mana salonlarni ko'rishinglar mumkin. Hamma shuni otsanglar mana salon svetlari yonyapti. 4 ta shuni otsa ham. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz mana motorniyatsaklarni mana. Ketgan simlarni alishtirib o'zini zavod holatida olib qoldik. Mana klemalargacha o'zini to'g'rilab berdik. Ikkita faraga relay qo'yib berdik, usulini qilib berdik faralarni. Kapot plafonlarigacha mana, suv sepagan bacholarigacha mana. Nimasi bo'lsa mana zavod holatida qilib, mashinani usulini qilib, elektr oborotini full variantda to'g'rilab berdik. Oldi faralargacha ustunovka qilib berdik. Gilazo powerotnilargacha yonyapti. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, aytasizlar, akkuratni, sifatli qilib elektr montajini ponni full variantda ishlatib beramiz. Bu videoni shunaqa retrosi bor akalarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.